O'zbekistonda havo harorati ko'tarilmoqda. O'zbekiston hududida 5, 6, 7 va 8 may kunlari uchun e'lon qilingan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. Toshkent viloyatida havo harorati kunduzi 28 gradusgacha isishi mumkin. Kechasi harorat esa 14 gradusgacha isishi mumkin. Havo quyoshli va namlik 0%. Andijon viloyatida esa havo biroz bulutli. Kunduzi havo 27 gradusgacha isib, kechasi 15 gradusgacha isishi mumkin. Buxoro viloyatida havo harorati kunduzi 31 gradusgacha isib, kechasi 15 gradusgacha isishi mumkin. Havo quyoshli va namlik 0%. Jizzax viloyatida havo harorati kunduzi 29 gradusgacha, kechasi 15 gradusgacha isiydi. Havo quyoshli va namlik 0%. Qarshida havo harorati kunduzi 31 gradusgacha, kechasi esa 14 gradusgacha isiydi. Havo quyoshli va namlik 0%. Navoiy viloyatida esa havo harorati kunduzi 26 gradusgacha, kechasi 15 gradusgacha. Havo quyoshli va namlik 0%. Namangan viloyatida esa havo harorati kunduzi 26 gradusgacha, kechasi 15 gradusgacha isiydi. Havo quyoshli va namlik 0%. Nukusda esa kunduzi 32 gradusgacha, kechasi 15 gradusgacha isishi mumkin. Havo quyoshli va namlik 0%. Samarqand viloyatida havo harorati kunduzi 28 gradusgacha, kechasi 13 gradusgacha isiydi. Surxondaryo viloyatida kunduzi 28 gradusgacha, kechasi 13 gradusgacha isiydi. Havo quyoshli va namlik 0%. Xorazm viloyatida havo harorati kunduzi 31 gradusgacha, kechasi 15 gradusgacha isiydi. Farg'ona viloyatida esa 27 gradusgacha kunduzi isisa, kechasi 14 gradusgacha isiydi. Havo quyoshli va namlik 0%. Sirdaryo viloyatida havo harorati kunduzi 30 gradusgacha, kechasi 14 gradusgacha isishi mumkin. Havo quyoshli va namlik 0%. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz iltimos, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.